Endi xorijiy kinokompaniyalar O'zbekistonda film suratga olsa, davlat ularning xarajatlarining bir qismini qaytarib beradi. Hukumat yangi rebate tizimini joriy qildi. Bu xalqaro amaliyot bo'lib, uning maqsadi mashhur kino ijodkorlarini O'zbekistonga jalb qilish. Yangi tartibga ko'ra, agar xorijiy kinokompaniya O'zbekistonda film suratga olsa, qilgan xarajatining 10% dan 25% gacha bo'lgan qismi davlat tomonidan qoplab beriladi. Bunda bitta film uchun qaytariladigan summa 4 milliard so'mdan oshmaydi. Bu nimani anglatadi? Endi dunyoning yirik kinostudiyalari O'zbekistonning tarixiy obidalari, betakror tabiati va zamonaviy manzillarini kino sahnalariga qo'shishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu nafaqat kino sanoatini rivojlantiradi, balki turizm, mahalliy xizmatlar va yangi ish o'rinlari uchun katta imkoniyat yaratadi. Xo'sh, ushbu yaratiladigan yengillik xorij kinokompaniyalarini qanchalik O'zbekistonga jalb qila oladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. San'at olamidagi so'nggi yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilish uchun San'at dunyosiga obuna bo'lib qo'ying.